Ukraina rasmiylariga ko'ra, hujum oqibatida Xarkovdagi korxonalardan birida yirik yong'in sodir bo'lgan. Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Olov 10 metr kvadrat maydonni qamrab olgan. Oblast ma'muriyati xabar berishicha, korxona jami 40 ta dron, 4 ta aviabomba va 1 ta raketa qulagan holda hujum uyushtirilgan. 4 ta sirkka zarba kelib tushgan. Vayronalar ostida odamlar qolgan bo'lishi mumkin. Oblast prokuraturasiga ko'ra 6 kishi ichkarida qamalib qolgan. Oblast ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, Xarkovda zarba natijasida jami bo'lib 2 ta ko'p qavatli uy, 2 ta xususiy uy, 2 ta korxona, 2 ta avtomobil, ma'muriy bino va bolalar musiqa maktabi zarar ko'rgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xarkovda 3 kishi halok bo'lgan, 21 kishi jumladan bir chaqaloq va 14 yoshli qiz jarohatlangan. Xarkov oblasining Kupyan shahri o'qqa tutilishi vaqtida tinch aholi vakili bo'lgan 64 yoshli kishi yaralangan. Dneprda Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya hujumi oqibatida korxona, ta'lim muassasasi, garajlar va avtomobillarga zarar yetgan. Ko'p qavatli uylarning oynalari singan. Tinch aholi vakillaridan 2 kishi jarohatlangan. Xersonga hujum oqibatida 2 ta ko'p qavatli uy shikastlangan, 2 kishi er-xotin halok bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari ma'lum qilishicha, rossiyalik harbiylar tunda jami 206 ta dron va 9 ta raketa qo'llagan.